Otamni zamonida debsiz. Qarang. Bu narsa siz uchun armon va orzu, tushuntira oldimmi? Voy. Bittasi menga qattiq negativ yozibdi. Shuni hozir hammaga o'qib eshitiraman. Otamni zamonida qolib ketgan eski Nexia'ga nima qilib shuncha rasxod qilib, bu ahmoqgarchilik debdi. Sizlarga ko'rsataymi o'sha eski Nexia'ni? Okey, mana bu narsa siz uchun. Bu siz uchun armon va orzu. Tomosha qilasiz. Brat. Tushuntira oldimmi? Okey. Gap meni mashinamga qilingan rasxod haqida ketyapti. Sizga 2-3 ta maslahatlarim bor, okey. Mana bu ko'ngil jonivorni sal kengroq qiling. Bu bechorani mog'orlatib chiritib yuboribsiz, okey? Sizga ham bitta maslahat beraman. O'zingizda yo'q narsalarga hasad emas, havas bilan qarashingizni maslahat beraman. O'zi bunaqa narsalarga vнимание обращаться qilmayman, lekin birotta gaplari qanaqadir ozgina jahlimni chiqazganligi uchun ki eski mashina otamni zamonida debsiz. Qarang. Bu narsa siz uchun armon va orzu, tushuntira oldimmi? Mana shu videoni ko'rib turgan insonlar, siz qiziqmaysizmi mana shu pnevmaga? Qarang, okey? Shuni qarang, okey? Faqat to'g'risini ayting, kommentariyaga yozing, okey? Yoqadimi sizga pnevma? Mayli, okey, keling. Ro'za kuni bir-birimizni dilimizda ortmaymiz-da. Shunchaki siz meni hayotimdan yo'q bo'lib qoling, men ham siz haqingizda o'ylamayman. O'rtoqlar, bu videoni Nexia'ning haqiqiy ishqibozlariga jo'natib qo'yinglar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.